Assalomu alaykum barchangizga qadrdonlarim. Bugungi videomiz esa pasayish haqida va pasayishning sabablari haqida gaplashamiz. Ya'ni YouTube'ning yangi qoidalari haqida. YouTube'da yangi 8 ta qoida joriy etilibdi. Shu yangi 8 ta qoidani deb hozirda videolarimizning ko'pchiligi pasayish kuzatilmoqda. Ko'pchilik insonlarda bu qoidalarni hali hech kim sizlarga aytmagan, yoki bu qoidalarni kuzatib boruvchilar esa bu qoidalar haqida allaqachon bilib olgan bo'lishlari kerak. O'zimning ham videolarim anchagina pastlab ketdi, reytingi tushib ketdi, ya'ni prosmotrlar juda ham kam bo'lib qoldi, layklar ham umuman nolga teng bo'lib qoldi. Ya'ni buning sababi nimada ekan deb bu 8 ta qoida haqida hozir men sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Men bularni o'zimning yon daftarimga yozib olgandim. Xo'sh, YouTube'ning o'zgargan 8 ta qoidasi. Ya'ni birinchi qoida: nohaqiqiy kontentga qarshi yangi aniqlik. Bu degani 2025-yilning 5-dekabridan boshlab YouTube'da repetitions content, bu degani nohaqiqiy kontent, ya'ni haqiqiy kontent egasi emas. Ya'ni nohaqiqiy kontentga qarshi yangi aniqlik. Endi videolarimiz doimiy kuzatuv ostida, ya'ni ular haqiqiymi yoki haqiqiy emasmi, yoki bu video unga tegishlimi, tegishli emasmi degandek. Ya'ni bu mualliflik huquqlari asosiga. Ikkinchi qoidaga kelsak, bu YouTube endi postning consistency score degan ichki metrika joriy etgan. Ya'ni bir kunda 5 ta yoki 10-15 ta shorts video joylab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni juda ko'p shorts joylash bir kunga minimal 3 ta yoki 4 ta bo'lib belgilangan. Uchinchi qoida esa viewer fatigue qoidasi, ya'ni 2025-yilning 7-dekabridan boshlab kuchga kirgan viewer fatigue. Nomi ham sal g'alatiroq. Bu qoidaga asosan, ya'ni ko'rish ketma-ketligi deb nomlanadi agar o'zbekchaga tarjima qilinadigan bo'lsa. Ya'ni sizning obunachilaringiz videolaringizni ko'rish ketma-ketligi, ya'ni bo'lmasa, bitta videongizni ko'rdi va keyingisini ko'rmay o'tkazib yuborsa, demak bu video qiziq emas deb tan olinadi YouTube tomonidan va keyingi videolaringiz ham pasayishda davom etadi. Keyin 4-qoida, ya'ni bu qoida 10-dekabrdan boshlab interest shift deb nomlangan qoida bo'lib hisoblanadi. Ya'ni sizning videolaringiz orasida 1000, 2000 yoki 500 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta kabi ko'rgan prosmotrli videolaringiz agar bor bo'lsa, sizda ularni o'chirib tashlashingiz kerak. Bu esa 5-qoida. Thumbnail va title, sarlavha va muqova degan qoida, bunga o'zgartishlar, ya'ni ikkalasi ko'proq muqovaga emas, endi sarlavhaga e'tibor qaratadigan bo'libdi. Ilgari sarlavhaga emas, muqovaga e'tibor qaratdilar edi. Keyin 6-qoida average view duration, ya'ni AVD qisqa qilib aytganda, ya'ni bu videolarda teng maqom, ya'ni videolarning ko'rish foizi. Sizning videongizni tomoshabinlar necha foiz ko'rdi, necha soniya ko'rdi va ularni quyidagicha foizlarga bo'lib chiqqan. 30% bu yomon hisoblanadi, ya'ni 30%, 45% normal hisoblanadi, 60% kuchli, 70% esa virallik. Ya'ni videolaringizning 70% ga qolsa bu viral hisoblanadi, ya'ni videolaringizni odamlar 70% tomosha qilsa.
35% tomosha qilsa esa bu juda yomon hisoblanadi. Ya'ni bu pasayishning yana bitta ko'rinishi. 7-qoida. Repetitive content degani, ya'ni qayta nomlangan, ya'ni bu mualliflik huquqlariga asoslangan bo'ladi. Agar siz kimningdir YouTube'da videosini shartta olib, uni o'zingiz joylab yuborsangiz, unda repetitive content qo'llaniladi. Sizga nisbatan bu content ilgari YouTube'da bor deb tan olinadi va video pasayishda davom etadi. Sizning nafaqat videongiz, balki kanalingizning ham statistikasi pastlab ketadi. 8-oxirgi qoida esa algoritm test file deb nomlanadi. Ya'ni sizning yangidan yaratgan videongizni boshida 1000 ta odamga jo'natadi YouTube o'zi. Agar 1000 ta odamdan boyagi ilgari boshidagi sanab o'tilgan qoidalarga asoslanib, agar ko'rish davomiyligi 70% ga ko'tarilsa yoki odamlar bu repetition content bo'lmasa yoki qayta qo'yilgan content bo'lib hisoblansa, unda sizning videolaringiz pasayib ketadi. Mana sizlarga YouTube'ning yangidan o'rnatilgan 8 ta qoidasi haqida sizlar bilan gaplashib o'tdik. Aytgancha, men bayramni boshlab yubordim, ya'ni Qorbobo qalpoqchasini kiyib olganman. Kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Xayr, sog', salomat bo'linglar.